Sizda ortiqcha vazn va semizlik bor. Siz bundan qutulmoqchisiz. Chunki sizning semizligingiz sizni juda ham noqulay holatga olib kelib, sizni qiynayapti. Bir oyda 8 kilodan 12 kilogacha sog'lom vez tashlab ozishni xohlaysizmi? Sizga tajribali, o'qimishli, diplomi bor, chet ellarda malakasini oshirib kelgan nutritsiolog va diyetolog Sobira Tursunboyevani tavsiya qilaman. Nima uchun aynan sizga diyetolog va nutritsiolog Sobira Tursunboyevani tavsiya qilyapman? Chunki men o'zim opam 98 kilo vesda bo'lganlar 3 oy oldin. Ular 3 oylik marafonlarida onlayn qatnashib 98 kilodan hozirgi veslari 61 kilo. O'zimni jiyanim 87 kiloda qatnashgan 3 oylik marafonlarida onlayn kurslarida hozirgi kunda uning vesi 52 kilo. Shunchaki ko'zimda oldida ular ves tashab, shunchaki mo'jiza yuz bergandek bo'ldi. Oshqozonimda operatsiya qildirib ozaman yoki bo'lmasam qorin atrofi yog'larimni jarrohlik yo'li bilan oldirib ozaman deb ko'pchilik mashhurlarimiz bu xatoni qo'llashdi va jonlari azobda qoldi. Va rahmatli Halima Ibragimova ham oshqozon operatsiyasidan vafot etdilar. Yaqinda bloger bir qizimiz Kokosh deganimiz Toshkentda operatsiya bo'lib qancha aziyat chekyaptilar. Uje yaralari yiringlashib ketdi. Operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tdi. Siz joningizni azobga qo'yishingizni xohlamayman. Undan ko'ra tabiiy bir joylaringiz osilib ketmaydi. Haqiqiy sog'lom o'zasiz. Sizni unaqa och qoldirishmaydi. Tabiiy ovqatlar bilan, salatlar bilan, chiroyli mashqlar bilan ozdirishadi. Siz qatnashing. Siz sog'lig'ingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Sog'lig'ingizni tavakkal qilmang. Sizni chiroyli qomatga keltirib berishadi, chiroyli vez tashlaysiz. Sog'lom ozishga nima etsin? Har xil ochliklar va qiyin diyetalardan charchab, umuman natija ola olmayotgan ayol qizlarimiz uchun yangiligim bor. Bahorgi marafonimni e'lon qilaman. Bu marafonda siz mukammal darslar va mukammal menyularimdan tashkil topgan qo'llanmani qo'lga kiritasiz. 30 kun davomida men bilan birga shug'ullanib, 8 kilodan 10 kilogacha sog'lom vazn tashlash imkoniga ega bo'lasiz. Qatnashish uchun kommentariyaga hoziroq plus belgisini qoldiring. Aytganda marafonimda qatnashib 10 kilo vazn tashlab olsangiz, turmush o'rtog'ingiz xursand bo'lib ketganlarda sizga mana shunaqa gulni hadya qiladilar. Agar siz men qiziqdim va men sog'lom ozaman, sog'lom vez tashlayman, siz ularni Instagram sahifasiga taklif qilaman. Instagramda qidirasiz, diyetolog Tursunboyeva galichkasi bor. Undan tashqari o'zlarining Telegram kanallari bor, diyetolog Tursunboyeva. Agar siz shu marafonda qatnashaman deb ishonch bilan to'lov qilaman, siz oyiga 145 ming so'm o'zlarining Telegram kanallarigagina yozing, ya'ni 94lik 950 53 37 boshqa bir mashinik bor, ya'ni marafon admin 0101 qilib boshqa plastik raqam tashlayapti, boshqa ismli shaxslarning plastik kartasini tashab, sizdan to'lovni olib turib sizni bloklab qo'yapti. Yo'q, siz bu xatoga yo'l qo'ymang. Marafon admin 01 va 94lik 950 53 37 raqamiga telegramlardan yozing va javobni kuting va Sobira Tursunboyeva degan plastik kartaga pul tashlang. Notanish odamlarning kartasiga mashiniklarga pul tashab qo'ymang va siz javob keladi. Sabr qiling. Kimgadir 2 kunda, kimgadir 1 kunda sraz atvet kelmaydi. Bot emas, odam javob beradi sizga. Hammaga omad, sog'lom ozing va sog'lom, chiroyli qomat egasi bo'ling.